Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurshid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Kanada parlamentida M62 loyihasi bo'yicha Kanadaga yangi kelgan Uyg'urlarni kutib olish faoliyati o'tkazilgan. Mushu oyning 20 kuni Kanada poytaxti Ottavada M62 loyihasi bo'yicha Kanadaga kelgan Uyg'urlarni kutib olish faoliyati o'tkazilgan. Mazkur faoliyat Kanada parlamentida o'tkazilgan bo'lib, bu faoliyatga Kanadadagi 4 siyosiy partiyadan 42 parlament a'zosi, har qaysi siyosiy partiyalarning rahbarlari, Kanada bosh ministrining parlamentdagi bosh kotibi, mavjud hukumatning 6 nafar federal kabinet ministri, 4 sobiq ministr, Kanada tashqi ishlar ministrligi amaldorlari, ko'chmanlar ministrligi amaldorlari, Amerika va Yevropa birligining Kanadadagi yuqori darajalik diplomatlari, Tayvanning Kanadadagi bosh elchisi, Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Turqinjon Alovuddin, qurultayning sobiq raisi va Uyg'ur kishilik huquq va demokratiya markazining raisi Dolqin Aysa, M62 loyihasi uchun kuch chiqargan Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkilotining raisi Mehmet To'xta apandi va mazkur tashkilotning a'zolari, M62 loyihasi bo'yicha Kanadaga yetib kelgan Uyg'urlarning vakillari, Kanadadagi Uyg'ur tashkilotlari, Ottawa, Toronto, Montrealdan kelgan Uyg'urlarning qaytilishida ilib berilgan. Bu faoliyatda Kanada parlamenti a'zosi va M62 loyihasi uchun kuch chiqargan Uyg'urlarning do'sti Samir Zubayri, Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Turg'unjon Alovuddin, Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkilotining raisi Mehmet To'xta apandilar ayrim-ayrim so'z qilib, Kanada hukumatining Uyg'urlarga ko'ngil bilganligiga alayda rahmat aytish bilan birga, Kanada hukumatining Uyg'urlarning bu programdan unumli foydalanish uchun talablarda bo'lgan. Bu faoliyatda Kanadaga yangidan kelgan Uyg'urlarning vakillari va Marakesh turmisida yillarcha tutib turilgan Uyg'ur ziyolisi Idris Hasanlar, Uyg'urlarning muhojirat duch keladigan xavf-xatarlari va beshidan o'tgan kechirmishlar haqida guvohlik bergan. Bu haqda stansimizning ziyoratini qabul qilgan Mehmet To'xta apandi tafsiliy ma'lumot berib, mundaq deydi. Anadan keyin bu programmani hozirda dunyoning jiq yerlarida göçmelerini qisqartish haqida ko'p hukumatlar har xil siyosatlarni chiqaryapti, belgilamalarini qo'yyapti. Shunlashqa Kanada hukumatidan bu M62ni qisqartmaslik, bu programmani davomlashtirish, bu programmadan Uyg'urlarning texnik chaqaroq foydalanish uchun imkoniyatlarni qismaslik va bu programmani eng oxirigacha 10 ming Uyg'ur kelib bo'g'icha davomlashtirish haqida nayt kuchlik parlament a'zolaridan, hukumatning siyosiy partiyaning millat vakillaridan, muxolifatning o'qitishi millat vakillarining nayt kuchlik bir himoya va qo'g'dash bayon qilindi. Qarindoshlarimiz mujiq ta'sirlandi. Yangi kelgan qarindoshlarimiz nayt kuchlik nima badi, guvohlik badi, beshidan o'tganlarni Kanadaga kelib qandoq o'zlarining xotirjam bo'lganligi haqida nayt ta'sirlik millat vakillari, ministrlarni yig'latqidek edi. Haqiqatan ularga ko'p rahmat. Anadagi Idris Hasan qarindoshimiz Marakesh turmisida beshidan o'tganlar haqida qisqacha guvohlik berdi. Ya'ni Kanadadagi Uyg'urlarning tarixida eng muhim hal qilg'ich ta'sirga ega faoliyatdan birisi bo'ldi deb qarayman. Qarindoshlarimiz shunda baho berishdi, millat vakillarimiz shunda baho berishdi. Ya'ni federal hozirgi mavjud hukumatning kabinetidan, ministrlardan 5-6 minister, parlamentdagi komitet raislari va har xil komissiyaning raislari va ulardan sanab bo'lamiz. Shunday yuqori darajalik hukumatning bosh ministerlik ishxonasidan manoyati muhim odamlar bor. Shunlashqa nayt muhim bir program, nayt muhim bir kutilish nimasi bo'ldi. Inshaalloh buning natijasi qarindoshlarimizga xayrli bo'ldi deb qarayman. Dunyo Uyg'ur qurultiyi 18-navbatlik Birlashgan Davlatlar Tashkiloti az sonli millatlar munbiriga qatnashib, Uyg'ur masalasini kun tartibga keldi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti az sonli millatlar masalalari munbiri az sonli millatlarning kishilik huquq masalasida xizmat qiladigan fuqarolar jamiyati a'zolari uchun tashkillangan va yilda bir qatim ochiladigan munbar bo'lib, bu munbarda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yig'inlaridagi bayonlar, shundaqla az sonli millatlar huquqi sohasidagi az sonli millatlar huquqining o'lchamlari
dokladlari va tavsiyalari o'ttirib qo'yilib muzokara qilindi. Shundaqla sonliq ma'lumot ombiridagi hujjatlar, BDT kishilik huquq oliy komissarligi ishxonasining rasmiy hujjatlari va boshqa tadqiqot xizmatlari, oz sonliq millatlar vakillari, davlatlar, xalqaro tashkilotlar, olimlar va oz sonliq millatlarning kishilik huquq uchun xizmat qiladigan buxroviy jamiyat a'zolari uchun o'zining ovozini anglatadigan sahna hozirlab berdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu qatimqi yig'in mezgilida Birlashgan Davlatlar Tashkilotida maxsus yig'in o'rinlashtirib, Uyg'urlarning Sharq Turkistonning asli egisi va yerli xalqi bo'lishidan hozirgi ahvolgacha Xitoy ishg'olidan keyin Sharq Turkistondagi nopus tangpongligining buzilishi, Uyg'urlarning aslidagi yerli xalqdan hozirgi Xitoy tashviqotidagi atalmish oz sonliq millat o'rniga tushirilib qo'yilishi va Uyg'urlarning o'z vatanida hargizmi oz sonliq millat emas, balki shu zaminning asli huquqdori ekanligi, Uyg'ur madaniyatining saqlanib qolish haqida Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Zumratay Erkin, Uyg'ur kishilik huquq va demokratiya markazining raisi Dolqin Aysa, Vakolatsiz millatlar tashkiloti, ya'ni UNPO'ning bosh kotibi Mersi Monji, BDT'ning oz sonliq millatlar masalalari bo'yicha alayda dokladchisi Nikolas Levrot, oz sonliq millatlar huquqi guruhining ijroiya mudiri Keller Thomas qatorliqlar bilan maxsus parallel yig'in o'rinlashtirib, muxbirlarni kutib olish va axborot e'lon qilish faoliyati olib boradi. Zumratay Erkin xonimning bergan uchurida mazkur yandash yig'inda atalmish Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni qurilgandan 70 yil o'tgandan keyinmi Uyg'ur xalqi madaniyat, til va diniy kimligining sistemli holda yo'qotilishiga duch kelayotganligi, atalmish oz sonliq millatlarning barobarligi va qatnashishida o'zini o'zi boshqarishiga kapolatlik qilish uchun loyihalangan Rayonlik millatlar avtonomiya qonunining amaliyotda siyosiy, ma'rif va madaniyat jihatda Uyg'urlarning ovozini chetga qiqish va bostirishning quroliga aylanganligi, xalqaro mexanizmlar 2022 yildagi kishilik huquq oliy komitetining baholishi va BDT shartnoma organining baholish qatorliqlarda bu xil qilmishlarning ko'lami va ig'irligini e'tirof qilgan bo'lsa-mu, Uyg'ur haqlarini qo'g'dash uchun unumli harakat olib berilmaganligi o'ttirib qo'yildi ekan. Mushu ayning 21-kuni tajovuzchi Xitoy bilan Qirg'iziston Jumhuriyati tashqi ishlar ministrlari ikki davlatning tunji qatimliq strategiyalik suhbati birlashim bayonotini e'lon qilgan. Qirg'iziston tashqi ishlar ministri Kurubayevning taklifi bilan Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi 2025 yili 11 ayning 19-kuni Qirg'iziston Jumhuriyatiga rasmiy ziyorat qilib, ikki davlatning tunji qatimliq strategiyalik suhbatini o'tkazgan. Mazkur uchrashishda rayon muqimligi va taraqqiyotini qo'g'dash va ikki davlat xalqiga foyda yetkazish to'g'risida birdaklikka keldi deyilgan bo'lib, ikki taraf siyosiy suhbatni kuchaytirish, egalik huquqi va atalmish zamin butunligini qo'g'daydiganligini, atalmish uch xil razil kuchga birlikda qarshi turib, Xitoy bilan Qirg'iziston Jumhuriyati o'rtasidagi fuqarolar va jinoiy ishlarda o'zaro qonuniy yordam berish shartnomasini ijro qilish haqida kelishganligini ta'kidlagan bo'lib, Qirg'iziston aviatsiya, ashyo oburti va chegara eg'izi qatorliq muhim sohalardagi bexatarlik hamkorligini kuchaytirib, atalmish uch xil kuchga qarshi strategik sheriklik munosabatini umumyuzlik ilgari surishga va'da berdi deyilgan. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keng qitimliq sonimizgacha ko'rishkish omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.